O'zbekistonda soat 22. San'atimiz darg'alari. Eshittirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. Bu ajib dunyoda siz-u biz bahramand bo'lgan go'zalliklar bisyor. Ular orasida san'atning beqiyos o'rni bor. O'zida go'yoki turfagul chechaklar chiroyi va iforini namoyon etgan san'at gulzorida bo'y cho'zgan har bir iste'dod g'unchasi, tinimsiz mehnat, san'atga muhabbat, xalq mehridan kuch olib, ko'rgan ko'zni yashnatguvchi yorqin gulga aylanadi. Shukrki, o'zbek milliy musiqa, sozandalik san'atida shunday ta'rif va tavsifga munosib ijodkorlar bisyor. Milliy sozlarimiz orasida g'ijjak nolasining yuraklarni sel qilguvchi ajib sehri bor. Tinglagan ham, unga egalik qilgan ham soz va kuy o'rtasidagi qalbga yaqin bir beqiyos uyg'unlikni his etadi. Azizlar, yodingizda bo'lsa, avvalgi eshittirishimizda o'z umrini milliy musiqa san'atimizga bag'ishlagan ustoz san'atkor, mohir sozanda, bastakor, hofiz Tursunboy Jo'rayevning hayot va ijod yo'li haqidagi hikoyamizni boshlagan edik. Demak, bugungi san'atimiz darg'alarida uning davomidan bahramand bo'lasiz. Ustazoda san'atkor Tursunboy Jo'rayev bu ohanglarni endigina dunyoni tanigan chog'dan anglay boshlagan. Shu bois ham milliy musiqaga bo'lgan mehr nainki ijodkor qalbida, balki butun vujudida aks etadi. Ustoz san'atkorning fayzli xonadonidagi mo'jazgina ijodxonaga kirib borar ekansiz, u yerda to'la milliy sozlar va qachon yurak buyurganda ularni birma-bir qo'lga olib, kelgan ohangni jonlantirishlarida ana shu bog'liqlik, ishtiyoq va yuksak mehrni ko'rish mumkin. Bu haqda Tursunboy aka shunday deydi. Ijodkorga o'zi keladigan payti bo'ladi. U 2 mi, 3 mi, 4 mi bir uyg'onib ketasizmi? Shu paytda haligi hozirgi odamlar telefonda ishlab qoladi uyg'onib bilan. Ko'zingizga sozni ushab, mana boshimda turib ko'ryapsiz. Shuni ozgina buni yaxshi bo'ldi deya bir telefonni bosib qo'yasiz. Endi asarlar ko'p, xaridor kam. Tushuntira oladimi? Bugungi kunda xaridor kam. Oldi mana shu Matlubaxon Dadaboyeva, Mahbubaxonlar shu Orifxona kalam bilan o'tirib iltimos qilishib, bitta qo'shiq yozib bering deb, ishdan keyin o'tirib haligi litsebulda bitta qo'shiq o'rgatardingiz. Hali she'rini olib kelishardi. Mana shunaqa mazmunda yozib bering derdi. Endi fanatikalarda bor. Endi hozir tushunmayman. Hamma shoir, hamma bastakor, hamma o'ziniki. Endi men o'zim bir nimada aytganman. Rustam Abdullayevga, Elbek Musayevga, mana shu Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev, Kamol Rahimlar bor-ku. Mana Xayrilla akalar, Lutfullayev. Ha bular X bastakorlar. Nima deganingiz? Ha bularda yozgan ashula qo'shiqlari xalq ichida shlagir bo'lib yuribdi. Xalq qabul qilyapti. Ha buni o'qiganda ham bularda borki chiqib bularni uyushmaga a'zo qilish kerak deb Ortiq akani a'zo qilganmiz. Tavakkal akani a'zo qilganmiz. Endi juda haqiqiy bu tug'ma bastakorda. Endi kengashdan o'tgan olish uchun xalq muzikasi. Oldin shunaqa deyilgan. Deyilardi. Nima xalq? Endi xalq muzikasi o'zi bor. O'sha Nasrulloyi, Nasruzor, mana Sarahvorlar, Shoshmaqom, Chormaqomlar kimdir muzikasi, kimdir ishlagan bu havodan unday tushib
shoshmaqom bo'lib qolmaydi. Ana rahmatli ustozimiz Yunus aka shoshmaqomda yozib qo'yganlar. Kimdan o'rgandi? Zirkiyib, Morondan, undan bundan o'rganib kitobga yozgan xalq muzikasini shoshib qoldi maqomga. O'shani singari edi u paytda bunaqangi balanchi muzikasi deydigan narsa bo'lgan emas-da. Hammasini ham Alloh rahmat qilsin. Biz shu ustozlarni ko'rib qoldik-da. Shu bizga katta yutug'imiz bo'lib qoldi. Ha, bejiz ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deyishmaydi. Tursunboy Jo'rayev kabi asl ustozlar maktabida ta'lim olganlar ijodda o'z o'rnini mustahkam topishi aniq. Endi biz atrofimizda yosh o'sak ham katta haligi buyuk ustozlarda atrofida bo'lgandan keyin men o'zimning yoshimdagilar bor-ku, o'zimning yoshimdagilar menga umuman kichkinaga o'xshab ko'rinadi. Shu davrlarda o'rganib Davrlarda hali kattalar ha Tursunboy deb bizni erkalatib, o'shalar nima gapirsa shularni gapini yeb 20 ta ansambl bo'lsa 20 ta ansambldan gapirdik. Tushunasizmi? Uyalmagan. Bu odamlar qani edi, shuni qumsaydi. Yo'ga o'tirib, aytaman voy, xo'p davr o'tgan ekan, yaxshi davr bo'lgan ekan. Endi hozir bor oshna-og'aylarimiz, tenqullarimiz oqibat qolmadi. oldingidek emas. Yo'q, biz ustozlarni to'pay rasul qilib, usta e'zozlab, bularni hurmat qilib, hozir ishlamayotganim uchun bilmayapmanmi, bordir ishlayotgan joylarda ko'rib qolsa hurmat qilib qo'yishadi, baraka topsin. Endi biz armonimizni yo'liga shu ustozlarni bir chekkasida yurib birga ishlashib, shular bilan bir ijod qildik-da. Qancha asarlaringiz fondda saqlanadi. Ha, ana shular yozyapsiz. Xususan o'sha yetuk ustozlar kuylagan, o'zingiz ijro qilgansiz. Yozing dedi. Ha, endi haligi yoshlar deganimiz 70 ga kirdi. Matlubo. Hurriyatlar, men yozgan yoshlar 85 hadiyapa. Men boya aytdim-ku, zamonni vaqtira olasangiz, vaqtiring. Agar zamonni o'zingizga vaqtira olmasangiz, zaman nima yo'nalishda ketyapti? Shunga qarab, siz ham o'sha yo'nalishda turing. Sozandamisiz? Xonandamisiz? Bastakormisiz? O'zingizni ishingizni qiling. Hech boshqaga aylanmang. Sizni peshanangizga, sizni tonglaringizni ashillachi, sozanda, bastakor qilib qo'ygan. Buni har kimga ham bermaydi. Bu 100 yilda bo'ladigan. Endi bu xalqning ichida shunaqa havaskorlar bor, Iste'dodli. o devorasiz. Boshqa ish qiladi. Unga tarelkani aytib bersa, bu qanaqa ovoz? Yo'q, qanaqa nima bu? O'shalarga yo'qmagan. Bo'lmasa ular ham chiroyli ashlanib, chiroyli joylarda, chiroyli izdihomlarda yurish xohlaydi. U ilohiy tepadan bo'ladi bu. O'shuning uchun mingdan ming Allohga shukrlar qilamizki, shu kasbni tanlaganimizga. Mana shu kasbda o'tdik. Suhbat avvalidanoq jonli ijro ham qilib berasiz degan taklifdan ustoz san'atkorning yuz ko'zida o'zgacha mamnuniyat paydo bo'lgani rost. Axir san'at dunyosida bir umrlik eng yaqin oshnosiga aylangan sozni yana bir bor qo'lga olib, dillashish imkoni bu. Ijro paytida sozandani kuzatar ekansiz. Uning ayni dam siz bilan suhbatda emas, balki musiqa olamining qay bir manzil makonda yurganday tasavvur uyg'onadi. Menga ko'p o'rtoqlar milliy chalaverasizda. Nimaga desam, shu milliy ezilib chalaveradi. Sho'x chalmaysizmi deb savol berishadi. Men aytaman, yo'q, sho'xini juda chalganmiz yoshligimizda. Endi hozir o'zimizga yarasha, o'zimizni turishimizga qarab, bunaqa sho'x narsalar ham yoshlikda ko'ngil ko'tarar ekan deb aytib qo'ysak, ha mayli, go'yo sho'xini ham chalib bering. Endi bu jonli deganiki, men bir narsaga xursand bo'ldim. Ana boshqa biz qardosh respublikalarda agar jonli ijro qilmasak, zapret, katta konsert, katta baligi sahnalarda mumkin. Mana endi mana to'y marosimlaridami, u yerdami, bu yerdami disk qo'ymay jonli ijro qil deyapti. Chunki jonli ijro qilganda bilasizmi, farqi nima? Jonli ijro qilganda sizda javobgarchilik bo'ladi. Mas'uliyat. Ovozingizni ehtiyot qilasiz. Men kechqurun jonli ravishda aytishim kerak. Qo'lni ehtiyot qilasiz.
parda bosishim kerak. Ha? O'tmiyati tilinib qolsa, yuragingizga chiqmaydi. Umuman sizda javobgarchilik bo'ladi. Ha, endi hozir nima o'tirib ular borib qo'ygan, bosar 5-ni bos, 6ni bos qaytar. Bu endi xalq yana ham baraka topsin. O'sha aytish kerak. Jonli bir ish bo'lganda bir o'rtog'imizni aytib, qani nomini aytamiz. Samarqandga so'radi-da. Aytganini beramizda qo'rqib qolib kutib olinglar desak, faqat shartimiz bor. Samarqand ham o'ta shinavanda xalq. Jonli ravishda aytsa, disket qo'ysa, bir tiyin ham bermaymiz degan. Yo endi hozir yoshlari katta bo'lib qoladi desa, yo bo'lmasa kerak emas degan. Ana hozir Samarqandga borsangiz, bizda osh 2 soatda o'tib ketadi. Ertalabga biz endi ko'proq oshga boramiz. Samarqandda shu soat 7dan 8dan boshlanib peshingacha oshda bitta xonandani hofizni kekirtagini uzib yuboradi. Aytorishingiz kerak, katta narsalar aytishingiz kerak. Ana endi vodiyda ham shunaqa. Vodiyda ham chiroyli ijro qilmasangiz, qarab o'tir rahmat deb sho'rvasini ichib ketaveradi. Xorazmda ham shunaqa. Ta suvoralarni, sabti suvoralarni joyiga olib borib eshitib, qoyil qilmasangiz, kimga kerak deb ketaveradi. Shuning uchun biz ham mana Ortiq akam bilan ko'p bo'lganimizda jonli ijro qilar edi. Otajon aka, Bobomurod aka ko'p yil Xorazmga qatnadinglar, bilaman ham. O'shuning uchun o'shalarni ichida yurib, mana hozir biz ham disket tushunmaymiz. Bugungiday texnika rivojlanib, hatto kuy-qo'shiqlar ham sun'iy ijrolarda yangrab, barchani hayratga solayotgan zamonda ham baribir jonli ijroga bo'lgan ehtiyoj dolzarbligicha qolaveradi. Uning zavqi-yu huzurini bilgan ijrochi va albatta tinglovchi ham jonli ijroga takror va takror murojaat qilaveradi. Zotan jonli ijroda tiriklik, uyg'oq hislar, hayot, san'at, ijod deya urayotgan ulkan yurak taftini his qilamiz. Skripkada har xil narsa qilsa bo'ladi-da. Qochirimda ham unda gapirsangiz ham bo'ladi. Bu ashillachini yonidagi hamnafas hisoblanadi. Nayam shuni she'riga endi bu o'zingiz bilan baravar aytib beradi. O'zimiz ham so'rardik, usta, bu narsa bir chop bering desak, nima chop beradi? Ha, endi narsa keling endi og'iri desak,
meni ismim Tursunboy bo'lsa, juda Toshkentda ism ko'payib ketgan. To'ylarda hammasi she'rlar aytsin, yulduz aytsin, ortiq aytsin, g'ulom aytsin desa bir-birini chekiga tortib, u aytsin, bu aytsin, undan keyin deb turardi. Shu paytda o'rtoqlarimiz qani to'lik qarang, Tursunboyda shu paytda bu moda o'ynagan o'rischa alik to'lik deb qarang, bitta palanis bo'lsin, endi uni tushing derdi. Keyin arganda olib sekin o'tirib turadi, endi boshlashiga biz. Lekin men ham shunaqa qilib tirikchilik qilardik 50 yil oldin. Ajoyib ijro. Bir sozda ham milliy, ham dunyo kuylaridan ijro qilish zavqidan bahra olishning o'zi ham kishiga naqadar xush onlar hadya etadi. Ustoz san'atkor Tursunboy Jo'rayev bunday mahorat va ijrolari bilan nafaqat yurtimiz, balki dunyo sahnalarida ham baland olqishlarga sazovor bo'lgan. Masalan, Butunjahon maqomchilar simpoziumidagi ishtirok, Sharq taronalari xalqaro festivalining dastlabki yillaridagi chiqishlar, Butun dunyo musiqa festivalidagi g'oliblik, Fransiya, Ozarbayjon kabi qator davlatlarda bo'lib o'tgan O'zbekiston kunlaridagi ijrolar. Bularning bari bugun ustoz san'atkor uchun yorqin esdalik, shirin xotira bo'lib qolganki, ularni har eslaganda bu yo'ldan bejiz bormagan haqidagi o'y-fikrlardan ko'ngli to'ladi. Bu kayfiyat esa uni yana va yana qo'liga soz olishga undayveradi. Bir kun chalmasang, bir oyga ta'siri bor. Bir oy agar soz chalmasang, bir yilga ta'siri ketadi. Chunki mana bu mashq qilib turish kerak-da. Qozonda bo'lsa musiqa chiqardi. Endi hozir baraka topsin. Mana Yulduzxon jonlik qilib oldida maylida gitara bo'lsa ham, organ bo'lsa ham endi ko'ryapsizlar. Ana Jahongir ham jonli ravishda ijro etadi. Otabek degani bor ekan Marg'ilonda. Muhammad Zoh. Bular ko'rib turamiz-da endi YouTube'da ham. Baraka topsin. Shu bolalar ergashtirish kerak san'atlarni. Chunki o'zbek san'ati sozandalari no'no bo'lib qoladi. No'no degani kamchil. Bular shu maqomlarni tayyor kitoblar bor, disklar bor. Mana 40 tadan oshiqcha mushkulot qismlari bor, cholaman disklar chiqarganmiz, yozganmiz. O'rganib chop qo'ysa, bizda katta bo'lganda o'ziga foydasi bor. Ma o'zbek xalqi nima bilan? Adabiyoti bilan, san'ati bilan, muzikasi bilan tan oladi dunyoda, sport bilan. Boshqa narsa ko'p, akademik, adabiyoti, tarixi, san'ati, sporti. Mana bizni qarang, kurashchilarimiz. Shaxmatli chiqyapti mana. Endi har kim o'zida qo'lidan kelgan ishini ko'rsatish kerak. Bunaqangi imkoniyat bu konservatoriyadan qarang. Yunus Ajabiy nomiga institut ochib bo'ldi. San'at, madaniyat institutlar, kollejlar yuksaltirib qo'ydi. Nimaga? Bu san'at sevgan odamdan, san'at tushungan odamdan yomonlik chiqmaydi. O'shuning uchun san'atimizni ulug'lab, endi yoshlarga deb o'zini kasbini sevsin, mashq qilsin, tinmay izlasin. Aynan keyin bir palonchi degan nomi chiqib, o'zini yaxshi mutaxassis sozanda, ashulachi, bastakor chiqadi. Endi nima deymiz? Alloh yo'limizdan adashtirmasin. Farzandlarimizga, shogirdlarimizga
xalqimiz yomon ko'zlardan o'zi saqlasin. Allohning nazari tekkan joy, buyuk insonlarimiz yotibdi bu yerda. Azizlar bor joyda bunaqangi talofat bo'lmaydi. Yomon ko'zdan saqlasin. Yurtimizga jon kuyarlik qilayotganlarda umri uzoq bo'lsin. Yildan yilga, kundan kunga obod bo'laversin. Biz ko'rib oldik ozmi ko'pmi nevara-evaralarda baxtiga yurtimiz tinch bo'lib, bunday chiroyli ko'rkam zamonda yayrab, yashinab, maza qilib yashasin. Ustozlar aytgan har so'z, har harakat bir saboq. Unga e'tiborli bo'lgan shogirdlar albatta munosib izdosh bo'lishi mumkin. Zero bugungi hikoyamiz qahramoni, milliy musiqa san'atimizning asl fidoyi ijodkori Tursunboy Jo'rayevning ustozlik mehri va o'gitlaridan kuch olib, san'atda o'z o'rnini topgan iste'dodlar bisyor. Va eng muhimi, Tursunboy aka nafaqat san'atda, balki hayotda ham o'z o'rni, baxtini topdiki, bu yo'lda unga umr yo'ldoshi Adolatxon opa eng yaqin do'st va yelkadosh bo'ldi. Ular birga baham jihatlikda hayot kechirib, 4 o'g'il farzandlarni voyaga yetkazib, elga qo'shib, bugun Tursunboy aka 14 nafar nabira va 16 nafar evaraning suyukli bobosi bo'lib umrguzaronlik qilmoqda. Biz hikoyamizni yakunlar ekanmiz. Ustoz san'atkorga sog'lik, uzoq umr va yana ko'p yillar ijodda bardavom bo'lishlarini chin dildan istab qolamiz. Bu san'atimiz darg'alari eshittirishi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. San'atimiz darg'alari